do'ppidiki di. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. De. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. D'ning ayrim shakli. Misol: dinozavr. D'ning oyog'idan olingan shakli. Misol: pi degan. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Dinozavr di harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Pi degan di harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuvandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Du tar, do ra, dora, dop pa, doppa, dep tar, deptar, dostum, dostum, çay, dan, çaydan, xumdan, xumdan, bar, di, bardi,